Salom bolalar, hammaga kelganingiz uchun rahmat. Kimda birinchi savol bor? Men Paddy the Baddy Pimblett'dan boshlamoqchiman. Paddy, sen kecha Jastin tomon juda ham qattiq gaplar gapirib o'tding. Sen uni bu jangdan keyin avval hech qachon bo'lmagan holatga solar ekansan. Sen o'z g'alabangni dominant uslubda qilmoqchi ekansan. Bunga qanchalik ishonching komil va qanday ishonch bilan buni gapira olyapsan? Bu bizning ishimiz. Bir-birimizni majaqlash uchun chiqamiz. Men bu gaplarimni hammaning oldida ham gapira olaman. Qisman o'zingda Justin Gaethje sen bilan 25 daqiqa to'liq jang holatiga haqiqiy urush ko'rsata olishiga ishonmoqdamisan? Ha, albatta oxirigacha jang qilamiz. Men uni nokaut qila olishimga ishonaman. Agar jang 25 daqiqa bo'lsa, 25 daqiqa urush qilamiz. Ammo o'ylashimcha jang uzoqqa bormaydi. Oldin ham aytganimdek, uni juda ham qattiq kaltaklayman, oldin bo'lmagani kabi. O'zimni qanchalik yaxshi ekanligimni ko'rsatib qo'yishini sabrsizlik bilan kutyapman. Justin, bu gaplarni Paddy'dan eshitib, ichingda qandaydir ishtiyoq olovi paydo bo'ldimi? Yoki avvalgi raqiblaringdan eshitadigan odatiy gaplaring kabimi? Yo'q, menga bu yoqadi aka. U o'ziga ishongan tarzda gapirmoqda va bu menga yoqyapti. Shuning bilan birgalikda Poirier kabi afsonalarga ham hurmatsizlik qilmoqda. Men shanba kuni kechqurun bu ingliz kuchugini kaltaklayman. Tomosha qiling. Justin, sen eski avlod yulduzlarini yangi avlodga qarshi namoyish qilasanmi? Qaytara olasanmi? Sen o'zing bilan eski avlod jangchilarini yangi avlodga qarshi olib chiqasan. Men hali ham shu yerdaman. Afsonalar esa allaqachon nafaqaga chiqib ketishdi. Men esa hali ketganim yo'q. Shu yerdaman. Yuragimda olov bor. Hammaga ko'rsatib qo'ymoqchiman. Va men bu yigit bilan jangni sabrsizlik bilan kutyapman. Dustin Poirier hech qachon men haqimda yaxshi gap gapirmagan. Qiziq, nega men Poirier haqida bunday yomon gaplar aytishim Gaethjeni jahliga tegyapti. Yig'lashni bas qil bolakay. Qaysi? Dustin haqida gapirganim u Holloway bilan jang haqida edi. Umuman urisha olmadi. Bu o'sha haqida edi. Albatta Holloway ham seni ezib tashlaydi. Ko'ramiz, seni mag'lub qilsam u bilan jang qilaman. Yo'q, sen hech qachon u bilan urushmaysan. Justin, sen aytib o'tdingki, Paddy'ni 3-4 raundlarda yerga chiqar ekansan. Bu aniq muvaffaqiyatli bo'lishiga qanday ishonmoqdasan? Uning charchab qolishini kutmoqdamisan yoki tajribang orqalimi? Yo'q, men ishonaman o'zimga. Bu yigit g'alati va o'zgacha uslubda jang qiladi. Uning uslubini birinchi raundda tekshirib olish kerak. Xuddiki oldin jang qilgan raqiblarimni tekshirganim kabi. Va aytganimdek, bu kuchukni men yuzini yerga ishqalayman. Bu uzoqqa bormaydi. Savolim Shon O'Malleyga. Shon, UFC media kunidan avval sen va Yadong bir-biringiz tomon turli xil so'zlar gapirdingiz va bu holatga aniqlik kirita olasanmi? Bu shunchaki shou uchunmidi yoki uning imkoniyatlarini, skilllarini tekshirib chiqib bunga qaror qildingmi? Ha, Yadong ajoyib jangchi, u och, tajribali. Unda portlovchi kuchlar bor, juda ham qattiq uradi. Men jang qilgan eng kuchli strikerlardan. Nima bo'lishini ko'ramiz. Agarda bu jangda g'alaba qozonsang, yana sen chempionlik poygasiga qaytib, kamar jangini olib, super yulduz darajasiga chiqishing mumkin. Bu haqida qanday o'y-fikrlar bo'lmoqda? Sugar Sean qaytdi. Men har bir jangda g'alaba uchun jang qilaman. Paramount Pictures'da birinchi marta Son Yadongga qarshi sizlarga haqiqiy shouni namoyish qilaman. Sugar Sean qaytdi. Justin, bu jangda sen o'zgacha versiyangni namoyish etmoqchiligingni aytib o'tding. Va bu qanday bo'ladi? 4-5 raundlargacha o'zingni qanday tutmoqchisan? Jangni ko'proq ehtiyotkorlik bilan olib borasanmi yoki 5 raund ochiq jang bo'ladimi? O'ylashimcha, men aqlliroq jang qilishim kerak va kamroq xatolarga yo'l qo'yib yuqori darajada bo'lishim kerak. Barcha chempionlar oldinga yurishadi va men ham oldinga yurib, uning ko'kragining tagida bo'laman. Unda juda ham uzun qo'llar bor. Mening boshim uning ko'kragining tagida bo'ladi va u meni ura olmaydi. Savolim Danaga. Dana, hozirgi paytda ko'plab jangchilar aytib o'tmoqdaki, endilikda vazn toifasidagi reytinglar chempionlik jangini olish uchun ahamiyatga ega bo'lmaydi. Bu seni qandaydir tashvishga solyaptimi? Savolingni qaytar. Ba'zi jangchilar aytib o'tyaptiki, endilikda reytingdagi raqamlar chempionlik jangini olish uchun ahamiyatga ega emas ekan. Bu seni qandaydir tashvishga solyaptimi? Yo'q. La'nati Arman Sarukan. Paddy kecha Justin aytib o'tdiki, u Habib Nurmagomedov bilan grapplingda kurashgan ekan va u sendan grapplingdan xavotir olmayotgan ekan. U sendagi jujitsu mahorat va grapplingdan xavotir olmayotganiga fikring qanday? Mening grappling mahoratimdan men bilan jang qilgan barcha yigitlar hayratda qolgan. Ular meni qanchalik yaxshi ekanligimni bilishgan, garchi jangdan oldin past sanagan bo'lsalar ham. Va bu menga plyusga ishlaydi, ular meni kamsitishlari.
Men Habib emasman, men Pediman. Mendan hamma narsa kutish mumkin. Men ochilmagan jumboq kabiman. Habibdan nima kutishni bilmaganingiz kabi mendan ham nima kutishni bilmaysiz. Dana, sening oldingda hozir UFC'dagi eng katta shov-shuv ko'rsata oladigan jangchilar turishibdi va ular ajoyib. UFC'ning Paramount yangi erasida qanday bonuslarni taqdim eta olasan endilikda? Va shanba kuni kechqurun qanday bonuslar bo'ladi? Ha, men u bonuslarni hozir aniq sonini bilmayman. Shanba kuni ko'ramiz, lekin hozir aniq sonini ayta olmayman. Savolim Pediga. Pedi, hozir seni agarda Ilya Topuria tomosha qilayotgan bo'lsa, unga qanday xabar qoldira olasan? Tayyor bo'l, sosiska. Justin Gage aytib o'tdiki, u bor diqqat e'tiborini Amerikani namoyish qilish va seni nokaut qilishga qaratgan. Va sen uchun Liverpool, oila a'zolaring, do'stlaringni namoyish qilish qanchalik ahamiyatga ega? Har doim aytib o'tganimdek, bundan faxrlanaman. Do'stlarim, oilam va shahrimni sog'inaman. Men ularga shanba kuni kechqurun kamarni va'da qilaman olib borishni. Savolim Justin Gage'ga. Justin, Pedi aytib o'tdiki, u sen bilan jangga xuddi Michael Chandler bilan tayyorgarlik ko'rgani kabi tayyorlanar ekan. Nima deb o'ylaysan? Bu qanchalik xato? Sening Chandlerdan uslublaring qanchalik farq qiladi? Sen men va Chandler jangini ko'rgansan va albatta menda yaxshiroq skilllar bor va men uni mag'lub qilganman. Ammo menga farqi yo'q, u nima deb o'ylashi, nima deb aytishi. U agarda meni Michael Chandler deb o'ylasa, menga farqi yo'q. Hozir bu yigitning gapirayotgan har bir gapi menga yoqmoqda. Va oxirgi savol, Geji, sening menejering aytib o'tdiki, Oq uyda Conor McGregor bilan jang qilishing ehtimoli bor ekan. Agarda bunday imkoniyat bo'lsa, sen pul jangini tanlaysan yoki kamarnimi? Men hozir faqat Paddy Pimblett bilan 25-yanvar kuni bo'lib o'tadigan jangga bor diqqat e'tiborimni qaratganman. Men oktagonga chiqaman, hamma narsamni beraman va keyin nima bo'lishini ko'ramiz, lekin men Oq uydagi karta aniq bo'laman. Kim bilan bo'lishi esa farqi yo'q. Paddy, ko'plab tanqidchilarning gapiga ko'ra sen kamar jangi uchun noloyiq ekansan. Bunga fikring qanday? Va nega vaqtinchalik kamar jangi aynan senga berildi? Sababi oxirgi jangim va 7 ta g'alabali seriya, yengil vazndagi eng uzuni. Shuning uchun kamar jangini oldim va tanqidchilarning gapiga men tupurib qo'yganman. Menga farqi yo'q. Dana, sen Armanning media turini ko'rdingmi? U butun davlat bo'ylab sayohat qilmoqda va Vegasda bo'lar ekan. Oxirgi hafta hamma shu haqida gapirmoqda. Nima deding? Uni qanaqa media turi? Armanning media turi, ya'ni u sayohat qilmoqda va Vegasda bo'ladi yaqin orada. Yo'q, men hali uni ko'rganim yo'q. Dana, u sendan shuni so'ramoqchiki, nega Arman aynan menga o'xshashga harakat qilyapti? Ko'plab ovqatlar yeb, qandaydir bloglar olib, chunki unda shaxsiyat yo'q, u tentak. Men hali ko'rganim yo'q, u haqida hech nimani bilmayman. Bolalar, hammaga rahmat. Hozir esa biz bu yerni tozalaymiz va bu yigitlarni yuzma-yuz qo'yamiz. Do'stlar, press konferensiyani birinchilardan bo'lib tarjima qildim. Aktivlik uchun kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni esdan chiqarmang. Biz esa davom etamiz. Jang haftasi sizlar bilan bo'laman.